Biza Kogon tumani Bahodir Naqshband mahallasi yoshlar yetakchisi Aminjonov Ozodbek bo'laman. Hozirgi kunda kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida bu orqali shu yoshlarimizni sifatli ta'lim olishlari, sinfxonalarning doimiy issiq bo'lishini ta'minlash maqsadida har kunlik mana shunaqa monitoring jarayonlarini olib bormoqdamiz. Ushbu faoliyatimizni mahalla yetiligi bilan birgalikda, bundan tashqari Favqulodda vaziyatlar vazirligining tuman bo'limi, profilaktika inspektor ichki ishlar, bundan tashqari ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda har kuni olib borib monitoring ishlarimizni ommaviy axborot vositalarida keng yoritib bormoqdamiz.